gentleman is recognized. Mr. Speaker, I am glad that we are able to move this compromised Uyghur Forced Labor Prevention Act so quickly after the House passed my bill, H.R. 1155, last week. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى 14 dekabr kuni kechda bilet tashlab, birdek ovoz bilan Uyghur mehjburiy ئهمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ oxirgi birlikka kelgan لايىھسىنى ma'qulladi. Qonun layihəsində Amerika hökuməti məcburi əmgəkdə işləb çıxarılmağanlığını hökm qılmağıca Uyğur avtonom rayonunda işləb çıxarılğan barlıq məhsullatlarının Amerika bazarına kiriş çəkləngan. Forced labor is a serious human rights abuse. It is illegal under United States law to import goods made with forced labor. But we are compelled to move this legislation by the genocide and crimes against humanity being committed by the Chinese government against Uyghurs and other Muslim minorities, of which forced labor is a key factor. Mazkur qonunning farqli ikki loyihasi bu yil 7 oyda Kengash palatasida, o'tgan hafta Avam palatasida mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan edi. Kengash palatasi bilan Avam palatasi 14 dekabr bu qonunning prezidentning imzo qo'yishiga suniladigan oxirgi loyihasida kelishim hosil qilgandan keyin bu loyiha Avam palatasida qayta ovozga qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi yaqinda Kengash palatasida ovozga qo'yildi ekan. But the House continues our leadership with a package of strong legislation that sends a clear message that Beijing's crimes against the Uyghur people constitute genocide and must end now. After months of working on this and negotiation and having to play a little hardball, my Uyghur Forced Labor Prevention Act is going to become law. It's a common sense bill that says if you make things in Xinjiang, then you need to prove that there is no slave labor involved in making it before you can bring that stuff into the United States. Agar u Kengash palatasida ma'qullansa, prezidentning imzo qo'yishi uchun darhol Oqsaroyga yo'llanadi. Qonun bo'yicha prezident uningga 10 kun ichida imzo qo'yishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, agar qonun loyihasi Kengash palatasida 3 dan 2 yoki uningdan ko'p ovoz bilan ma'qullansa, prezidentning imzo qo'yishi uchun 10 kun saqlashga hojat qolmaydi ekan. Bunun bilan bu qonun loyihasining davlat majlisi bayramlik ta'tiliga qo'yib berilishdan burun rasmiy qonunga aylanishining yo'li ochilgan. Oxiyo Store'ning xabar qilishicha, Oqsaroy bayonotchisi Jinsaki seshanba kuni tunji qitim prezident Baydenning qonun loyihasini imzolaydiganligini bildirgan. U biz davlat majlisining Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangdagi kishilik huquq tafsandichligi va majburiy emgikiga chora ko'rish to'g'risidagi qarshiga o'rtoqlashimiz degan. Jinsaki yana Amerikaning bu masalada xalqaro harakat qo'llanganligi, G7 yig'inida yetakchilik qilganligi, moliya jazosi, yer shari magnitskiy viza cheklamasini yo'lini bildirib, meningcha bular bizning bu masaladagi va'dimizning isboti deb ko'rsatgan. Avam palata a'zosi James McCorrin bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio sungan bu qonun loyihasida Amerika hukumati aniq va qoida qilarlik dalillar bilan majburiy emgakda ishlab chiqarilmaganligini hukm qilmoqcha Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarning Amerikaga kirishi cheklanadi ekan.